أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة. Biz bu mazmunni o'tgan darsda qo'shimcha deyotgan. Ya'ni oltin bilan kumushni birini biriga sotgan vaqtida, sarf qilgan chaqda jins o'xshash bo'lmagan ekan, biri-biridan ortiq o'z bo'ldi. Lekin naq bo'lish lozim. Yani ve mücazefeten degine miqdarını aniq bilsin, miqdarı aniq bilinmesin, artık hem bulaş ihtimallık bolsun, bulavur. Çünkü artık hem bulab qalsın, mesele çıkmaydı olmadı, riba şekillenmeydi. Bundan iken ma 100 gram altınını 5 kilo kümüşke almıştırsam buludu. فَاِذَا اخْتَلَفَتِ الْاَجْنَاسِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ dedi şuna ama. Hem de ma bir parça altın var, buna uyul bir parça kumuş var. İkisinin ağırlığını biz ölçüp bakmadık. Karıska ma altınını ma kümüşke tikşeylirse yedem bir kısa yani bulardı. Çünkü bir yerde artıkken bulap kalsın, tanılap kalsın cezanın şekillenmekti. Lihtilafil cins. Mukabada yani yedem bir yani her iki ahvalda buldu. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. Yani müşahede mukabada qabla al-iftirak şart diyen şu birla şart kaldı. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem el-zahbu bil-variqi riban illa ha'an ve ha. Naq bolsa qanda sasan buldu diyen mandı muşuma. Muşuma silde hadisler köp, seyyidisler. Ve la tabi'u minha gaiban binaciz diyende. Ve lev iftaraqa qabla al-qabdi batalal aqdu li fawati şart. Koluğu tapşırıp eriştin ilgire. Eğer ikisi olsun ya ki birini tapşırıp eriştin ilgire ayrılıp gidip kalsa bu toktan batıl olup gitti. Eğer ikisini tapşırıp eriştin ilgire gidip kalsa batıl. Bütün laytigi yok oldu. Birisini tapşırıp erip birisini keçiktirip koysa bu riba şeklinde fasid aklı katara girdi o. Li fawati şart yani yedem bir yer diyen şu şart koldan gidip kalgaçka. Bu ene kılma. Qala ve yecuz bey'u dirhemeyni ve dinarin bi dinareyni ve dirhem. Ma misalla bazı bir muamillarınki misalları. Yani bunun da bazı muamilini bir tarafından oylasak doğru muamil bulup çıkılgan, bir tarafından oylasak hata muamil bulup çıkılgan bolsa biz doğruska aparıp düşensek buldu diyenin misali. 2 tenge bilen bir tillani 2 tilla bilen bir tengeye almıştısı buldu deyip. Yana ve bey'u 11 dirhemen bi 10 dirahime ve dinarin. Yana 11 tengini 10 tenge bilen bir tillaga almıştısı buldu. Qanda buldu müşahvaldı ma misalda 10 tengege udullaştı. Mesela nasıl buldu ma? Buldu ketdi. 1 tenge kaldı 11 tengeden. Bir tengige bir tilla udullaştı. Bir tengene bir tilla tişeysi maqul deydi. İhtiyar etti. Nolken manada maqullaştırsak şatak yok çıktı demekçi. Yani mesela 10 tengene 5 tenge bilen bir tilla asasını doğru oldu. 5 tengenin karşılığında yani bir 5 tengenin karşılığında bir tilla ba deymiz. Yani mesela 100 tenge bilen bir tillanı 1000 tengege almıştırsa Abu Hanife doğru buldu diyen. 100 tengenin karşılığında 900 tenge bir tillanın karşılığında ceza şekillenmeydi dedi. Ve keda dirhemeyni ve dinareyni bi dinarin ve dirhem. Ya 2 tenge bilen 2 tillanı bir tenge bilen bir tillaga almıştırsın buldu. Ve keda kurray hintatin ve kurra şairin bi kurra hintatin ve kurray şairin. Elma açlığının gibi esma babı sarfımın asasız. Şunama lianna sarf bey'il athman ba'diha bi ba'd. Ma o bey'il mekilat ribaviyat ma o. Lekin bu buyu' meselesi tamamdır mı şunda? Ma ribaviyat meselesi de bunda buldu. Yani riba şekillenmeydiğin şekilde to'g'rilik buldu demekçi. Şunun misalını berib koydun. Undan ki biz bu kurray hinta, kurray şair ne kurray hintatın kurray şairge almıştırsa biz qanday qilamiz? Arpani buğdayni arpaga udulab qo'ysak ham masala bo'ldi deydi.
cinsi o'xshash bo'lmagan ekan. Wal aslu fi zalik, al asl degan so'z mishada umidda al qoida al mustamirrah degan ma'noda. Al asl degan so'zni biz uch xil ma'noda keltirdik. Ad dalil al qoida al mustamirrah, uchinchisi al maqis alayh. Mishada mushunda masalalarda Hanifi mazhab bir qoida bekitib, mush qoida bo'yicha amal qilmoqmiz dedi. Bu qoida nimadan iborat? Anna indana bizning qarshimizda, ya'ni indana al-ahnaf, yoki al-hanafiyya yusrafu kullu wahid min al-jinsayn ila khilafihi hamlan li tasarrufihima ala as-sihha. Bu muomala qilgan ishkaylar musulmon shariat bo'yicha muomala qilganlar va kallis joyda aql odamlar. Nima? Davonkan bular cho'qim shariatga uyg'un va to'g'ri muomala qiladi deb yaxshi o'ylab turib, bular manda almashtirishni maqsad qilmoqdan, manda almashtirishni maqsad qilgan deb tushunamiz. Agar bug'doyni bug'doy desak, 1 tonna bug'doyga 2 tonna bug'doy, 1 tonna arpaga 2 tonna arpa olsa, o'sha chataq chiqdi. Musulmon bu ishni qilmaydi, jazoni yemaydi. Undan ekan, ham fasid muomala qilmaydi, fasid muomala olsa buzutish lozim, baka avorchilik buzutib qolsa. Aql va musulmon kishi bunday ishni qilmaydi. Undan biz qanday udlaymiz? Arpaga bug'doyni, bug'doyga arpani, masaladimi pul masalasida tengiga tillani, tillaga tengini udlab qo'ydik, chataq chiqmadi deydi. Hanifi mazhab bunda bir qoida bekitib, ikki xil bo'lash ehtimolli va muomala bo'lsa, bir xil yo'lga tushsak, to'g'ri chiqadigan bo'lsa, bu to'g'risiga elib boramiz deb mishada mushunda misollarni berdi. Va fihi xilafu Zufar, Imom Zufar va boshqa 3 imom, Malik va Shafi'i va Ahmad bular bu muomala batil degan. Nima uchun batil? Fa innahu yasrifu al-jinsa ila jinsi, li'annahu ashal 'inda al-muqabala. Chunki biz bu hisoblashda 2 tonna bug'doyni 1 tonna bug'doyga desak, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga, tengini tengiga, tillani tillaga qilsak, eng oson udullashtirish bo'ldi. Undan keyin jinsiga udullaymiz dedi. Ma kitobda degan ta'lili shu. Lekin boshqa kitoblarda buni xilofil jinsga olib bersak, bu chog'da bu yerda bir to'xtamlashuvchining qilgan tasarrufini o'z maqsad qilgandan boshqa burayotgan bo'lmamdi. Bu bug'doyni shu bug'doyga almashtirman degandek bir qilib olsa, siz yo'q bug'doyni arpaga, arpani bug'doyga almashtirmoqchi, yoki tengini tillaga, tillani tengiga almashtirmoqchi deb menda o'rgatgandek bo'lasizlar deb turadi. Bundan keyin tilla bilan tengi var atrofda. Atrofda tengi bilan tilla var. Buni bir-biriga chashmoqchi bo'lsa, hammaga tang chashimiz deydi. Mesela atrofda 100 tanga bo'lsa, 100 tanga atrofdagi 50 tangaga bir qismi chechildi, tillag'im bir qismi udil qilish lozim. Ma'nosi shunday qo'ysak, ba'zi tangaga udil qildi, ba'zi tillaga udil qildi. Bunda bo'lib qolgandan keyin bu yerda jins o'xshash jinsiga almashtirilgandek va unda ortiq kamlik bo'lgandek ribo shakllanib qoldi deb Imom Zufar va boshqa 3 mazhab imomi bo'lmaydi deb turoldi. Yani bu mazhab deydiki, bu jumhurning muskiga qarata ma tangi bilan ma tillani tangi bilan tillaga almashtirma degani ehtimolli. Ya buning ashunda udul kelguncha almashtirma degan mazmun bo'lishi mumkin. Yoki darhol musulmonning kallasida o'tirgan va musulmon menda muomala qildi deb bizning faraz qildig'imiz nima? To'g'ri bo'lgan muomala tangini tillaga, tillani tangiga almashtirma degani bu bakrak cho'ng ehtimol. Undanki biz to'g'riroq ehtimolga olib tushunamiz deydi. Mana valana, ya'ni Hanifi mazhabining dalili annahuma qasada sihha zohiran. Chunki uning diyonati va aqli o'sha joyida bo'lgan ekan, bu to'g'ri bo'lishni maqsad qildi deymiz. Bakani baka buzutish lozim bo'lgan xato muomalaga, gunoh bo'lgan muomalaga desimaydi deymiz. Yani az-zahir min al-muslim ma yuwafiq ash-shari'a. Shunami? Fayuhmalu alayhi tahqiqan liqasdihima. Yani bu bir tarafda husnul zann bil muslimin bo'ldi. Fayuhmalu alayhi. Undan keyin biz mushunda almashtirishni maqsad qilgan deb tushunib, to'g'ri tarafiga to'lg'aymiz. Tahqiqan liqasdihima. Bu ishkaylarning maqsadi qachon vujud chiqdi mushu so'z setiqdan
yondirmaydigan sahih bir muomala, shariatga uyg'un muomala bo'lsa, maqsadda vujud chiqadi. Halol pul almashtirib foydalanmoqchi. Undan keyin buni yondirib qolsa, maqsad vujud chiqmaydi. Ribo bo'lsa, maqsad vujud chiqmaydi. To'g'ri shaklda bo'lsa, maqsad vujud chiqdi. Va daf'an li hajatima, ehtiyoji shu chaqda qamdildi. Ya'ni u puldan foydalanib ishlatalaydi. Bo'lmasa, yondirishsiz deb buzutish ehtimoli bo'ldi. Undan keyin Hanafi mazhab ijmo qilingan bir o'ringa asoslanib turib, musulmon va aql ajna ravris bir kishininki ishlarini to'g'ri tarafiga tartish mumkin bo'lsa, to'g'ri tarafiga tartimiz. Buning misollari intayin ko'p. Ya'ni bu jumhurning degan bo'yicha bo'lsa, aslida qanday bo'lsa unda bo'ldi. Ma dirhamayn va dinar hammasi qarqo'ya holatda, bir butun holatda mushning qarshiligida aniq deb qo'ysa, jumhur degandek bo'ldi. Chatoq chiqdi. Lekin bunda dirhamayn bir tillaning qarshiligida, tilla 2 dirhamning qarshiligida bo'lish ehtimoli bo'lgan ekan, biz dirhamayn lid-dinarayn va dinar bid-dirham deb tushunsak to'g'ri bo'lardi. Ya mushunda tushunish muayyanlashib ketdi. Bakar bu musulmon chatoqchilik qildiganga chiqarib qo'ymaslik uchun. Shu masalan, Hanafi mazhab yana bir qiyos qilib, birisi bilan bir qulni shirik bo'lgan bo'lsa, bu odam, yani bir qulning yarimiga bo'lgan bo'lsa, men ash qulni sotdim deyversa, nimani sotgan bo'ldi? O'zining nasibasini sotgan bo'ldi. Yani igdachiligi bor yarim pulni sotgan bo'ldi deydi. Yani o'zining nasibini sotgan bo'ldi, qulni butun sotganga chiqarib etmaymiz deydi. Yani shu qilgan ishini to'g'riga tortish uchun ashunda deydi. Yana masalan, odatda biz telefonni mingga ba'limo desak, ming degan so'z nimaga ketdi? Al-mutaarif ketdi. Yani biz yan xalq pul ishlatgan bo'lsa, xalq puli, junay ishlatgan bo'lsa, junayga ketdi. Undan keyin mutaarif ketgan ekan, shariatda mujna muomalada mutaarif nima shariat to'naydigini qolsa, to'g'ri dirhamni tillaga mutafadil almashtirish. Undan keyin shu to'g'ri tarafga tortimiz demoqchi. Aşımı yakın şudur. Baka bunun gapini bekor qilib to'xtamni bekor qilib o'tmay, to'g'ri tarafiga opiramiz. Qala walau ba'al jinsa bimithlihi. Ma'o yana masala. Bir jinsni o'ziga o'xshash jins qisatsa, az-zahab az-zahab yoki al-fidda bil-fidda. Bunda setib qolsa, va ahaduma aqall, lekin birisining miqdori azroq ekan. Birisi ko'proq, birisi mesela oltin 8 gramlik bir üzükni 10 gramlik bir üzükka almashtirdik. Ahaduma aqal yani 8 gram. Yani birisi ko'proq 10 gram. Ve ma'ahu ardun. 8 gram kelgan üzük bilan billa ketib bir narsa bor. Bir tovar bor. Mesela bir saat deylik. In balagat qiymatul ardi. Saatninki qimmati qadran nuqson 2 gram tuğu farq. 2 gramga udil kasa jaiz bo'ldi. Undan keyin soatni 2 gramga soldik. Üzük 8 gram, jami 10 gramga tang keldi desak, jaiz bo'ldi. Wala kira'ati fi, buni makruhlik yo'q. Wa illam tablugh jazama al-kira. Agar unda o'tirik farqga yetmasa tovarning bahsi, baha to'liqlanmaydigan bo'lib qolsa, makruhlik bilan jaiz bo'ldi. Yani şu so'zni qilish haram. Al-kiraha inda Muhammadin haram. İmam Muhammed rahmetullah alayhi şu makruh deyishda, kishilar shunda bir muomalani odatlanib, keng qiladigan bo'lib ketmasin deb makruh degan. Yoki jazoni qilishga bir hiyla ishlatmas. Arizqa ashunda soatdek narsada qitiblam, ma 8 gramga 10 gramni almashtirdim, ma qalamni billa birma desa, malal qilgandek muhallilan. Anda qilmaslik uchun makruh, haram degan. Xuddi masalan bay'il ayna masalasida degandek. Muhammad baş kitobida mushun aniq bayon qilgan. Maktabda Muhammad bunda dedi demidi. Baş kitobdan keldi mana. Yani bu mazhabning ba'zi kitoblarida mushu masalada İmam Abu Hanifa bilan Muhammadning ko'z qarashi o'xshashmaydi, o'xshash emas degan kitoblar bor, ba'zi kitoblar. İmam Muhammed makruh degan, İmam Abu Hanifa hech qisi yo'q, mayli degan. Nima uchun esa mishada tashih al-aqd qilib bo'ldi deb turgan İmam Abu Hanifa. Qoidaga asosan.
Mesela 8 gram ne? 10 gramlık 8 gram uduldu. Ama ma 2 gram ne? Saatning puludu. Çatak çıkmaydı. Şu el-zahab bil-zahab مثلا مثل دبته aşağıdaki del düştü. 8 gram 8 gram مثلا مثل oldu. Ondan 2 gramga saat olup da فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد degan. Yoki ma'noda yedin biyat bo'lishim kerak emas. 2 gramga saat oldiqunda hech qanday chataq yo'q. Matarabning qizi hadisning aynisi bo'ldi. Ularga mush masalada Hanafi mazhabining ba'zi kitoblarida Imom Abu Hanifa bilan Muhammadning qarshi o'xshash emas degan kitob bor. İmam Muhammed yecuz ma'al keraha dedi. Abu Hanifa caiz buldu dedi. Çünkü mesela ve in lam tablugh deganga diqqat qilinglar. O saatning puli 2 gramga udilganmagan 1 gramga udilgan. Qanday olmoqchi? 8 gram 8 gramning udilgandi. Az-zahab bil-zahab mislan bi-misliga hadisda shamol o'tmaydi, to'g'ri bo'ldimi? 1 gramga saat udilgandi. Ha bu pulga tovar sotilish hech qanday chataq yo'q. Abu Hanifa'nın qarşı yani ixtilof bor degan taqdirda Abu Hanifa ve illam tablugh qadran nuqsan jaza deydi. Muhammad jaza mal karaha deydi. Ya ixtilof yo'q desak Abu Hanifa'dan bundan hech qanday gap kelmagan, lekin Muhammad aniq mushunda nima qilgan. Jaza mal karaha degani hamda Imom Muhammad rahmatullohi alayh buningga hiyli ishiltib jazoni halol qilishga bunda o'ynab qoldi deb makruh deyma degan. Ve in kana mimma la qiymata lahu la yajuzu. Agar qimmat yo'q bir narsani ketib qo'yaplam, bu savdodan joiz qilamiz deb qolsa, joiz bo'lmaydi. Nima uchun bu riba? Masalan, Hanafi mazhab kitoblarida nima deydi? Ma 8 gram oltinga, ma 10 gram oltinni almashtiraylik, ma o'chim to'pi bilan deydi. To'pining qimmati yo'q. Demak, bu 2 gramning qarshiligi bormi yo'qmi? Yo'q. Wal fadl riba bo'ldi deydi. Yani riba hakikaten mi ha? Nima uchun ya ziyoda 2 gram hech qanday qarshiligi yo'q bo'ldi. Lekin 2 gramning qarshiligida bir soat o'sitda, ashining qimmati udilgan bo'lsa, ha mayli deb to'xtadi. 8 gram udilashda antimizda boshqa 2 gram soat istisnolan bo'ldi. Lekin mesela altınla 10 gram altın belki 8 gram altın oldu. Lekin soatning o'zini xuddi istisnolan o'xshash qilib, uni Saatning udildagi oltinni kim birmandisi bo'ldi, lekin 8 gramni cho'qim naq berishi lozim. Chunki u sarf, ma'u bay'. Hozir bunda bir qismi sarf bo'ldi, bizning tushunishimizda. 8 ga 8 ni almashtirdik, sarf bo'ldi. 1 gram ya 2 gramga soat sotoldik, bu bay' bo'ldi. Undan bay'ning miqdorini qachon basmaydi, lekin sarfni naq berishi lozim. Yani bununda ama şübhet-i riba bek aciz. Yani şübhet-i riba yukarı çıkılan ahvallarda bulmaydı dep çanturdu. Mesela bey'l ayna bununda aram deplom turdu. Tuandaki misallarımı şu tashih-el aqd qiyğılı olduğan ahvalların misalları. Qala ve men ba'a sayfan muhalla bi thamanin akthara min qadril hilyati jaza. Bir şemşer va, qilish va bu altın yalıtılgan ya altın kondurulgan deydi. Ayında bir isli şemşerim. Bi thamanin akthara min qadril hilya. Bunundaki altın miktarı mesela 10 gram altın babında şemşer dersek bunu 15 gram altınga sattı deydi. Caiz buldu. Ve muraduhu yani müşahede bi akthar min qadril hilya degani maqsad nima? İza kana thamanu min jinsil hilya. Altın yaltılgan altın ba şemşerni altın sattı. Ama kumushga emas. O'zining jinsiligi shunda pul satsa litakunal hilyatu bimithliha. Undan keyin bu yerda 15 gramninki 10 grami şemşerdagi 10 gram altın udil keldi. Mislan bimisli bo'ldi. Ve ziyada 5 gram bin nasli vel hamaili vel jafn. 5 gram nimaning qarshiligida şemşerning tig'i, nasl degan tig'i. Bu tumigo, uning qimmati bor. Undan başqa, uning masalan dastisi, g'ilipi, ajnasi bor. Ma hamal degan kemiri, tasmisi deymiz. Xurum tasma oldu odatda bironta. Jafn degan g'ilab. Buni qapoqlama jafn deydi-ku. Shuning qarshiligida 5 gram altın bar deb shu insak bilaverdi. Ve in kana mislaha aw aqalla la yajuz. Agar biz setib olgan altın, ash-shamsharga altın bilan tang bo'lsa, uningda az bo'lsa bo'lmaydi. Li annahu riba. Chunki jazon shakli.
Yani unda az bo'lib qolsa 10 gramga 7 gram bo'lib qoldi. Val fadlari bo'ldi. Tam 10 gram desak, shamsharninki tig'i va kazalarning puli qana? Uning qarshiligi yo'q. Uning qarshiligi chiqarsak, ortiq kam bo'ldi, val fadlari bo'ldi. Ve in kana bi khilafi jinsiha, agar oltin yaltilgan, oltin qondirilgan shamsharni biz kumushga satsak, bi khilafil jins. Bu chaqda jaza kayfa kana, aqal akthar musawiyasi bo'lardi. Li jawaz at-tafadul. Çünkü bu yerda idza ikhtalafat al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum. İza kana yadan biyad. Yani şöyle yadan biyad bo'lish lozim. Lekin ortiq kam bo'lsa chataq yo'q. Ala ma bayyana, yani biz yuqorida yadan biyad bo'lish lozim degan bo'yicha. Wala budda min qabd qadr al-hilyati qabla al-iftiraq mana. Biz bayatın dedik. Aşu 15 gramga satdi desak, 15 gramning 10 gramı shamshardagi oltinga teng keldi. Yani qadri hilya degan shu. Aşunda ba oltinga udil qildigan miqdorni, teng qildigan miqdorni naq topshirishi ayrilishdan burun. Chunki bu sarf, ha? Qadri hilyada sarf bo'ldi. Oltinni oltinga almashtirish. Bundan keyin bu ayrilishdan burun qo'l topshirib elishi shart bil ijma'. ولو اشتراه ب20 درهما والحلية 10 دراهم kumush yaltilgan deylar 20 tangaga setib oldi. Lekin shamsharlik kumush miqdori 10 tanga ekan. Faqabada minha 10 fahiya hissatul hilya. Undan keyin buning 10 tangani naq oldi. Asa bu 10 tanga shu shamshardagi 10 tanga miqdori kumushninki qarshiligi. Sarf mislan oldi, chataq yo'q. Naxolda chataq yo'q. Va illam yu'ayyinha. Buni mush 10 tanga ashuningdagi kumushga sarf qilgan pul deb 6 oydan deb qo'ymizmi? 10 tanga nax basa ashu uddul nakitido. Ash kumushning udulga ketidi. Chunki musulmon qanday qildi shu to'g'ri muomala qildi. Sarf deganda ikkala ayrilish burun naq berish lozim. Sarf bo'lganki mush shartga rioya qilish lozim. Hamlan li tasarrufi ala sihha. Mush gap shu. Yani musulmon qanday qildi? Shu joyda to'g'ri shariatga xilof kelmaydigan ishni qildi. Undan keyin bu mishada to'g'ri bo'lgan ishni sarfni joyida qilib o'tgan bo'ldi. Zahir min halil muslim nima? Cezanı yemaydi, cezanı muamele qilmaydi, fasid muamele qilmaydi. Shariat bekitgan shartlarga rioya qildi. Undan keyin 10 tanga ma naq bo'lsin desa, cezanı olgan bo'lsin deb ma sarfni naq qilib o'tibdi deb tushunamiz deydi. Yo'q, zahiri shu, hozir zahiri shu. Bu so'zsizlikning zahiridan qarasak, bu to'g'ri muomala. Ondan g'ayri zahir yana bir ehtimol bor, u bizga nisbatan ojiz. Çünkü muamele qilgan odam musulmon. Ama bir Xitoy muamele qilgan bo'lsa, u chog'dan bu jazoni yeyman deb qilgan bo'lishi mumkin deb bu ehtimolni bakrak kuchlantirdi. Hozir shu hamdan qilish qoidasi imomning ham ko'rsatsin, Hanafi mazhabida qolgan. Mushu masalada, mushu ikki qilib tushirish mumkin bo'lgan masalada Hanafi mazhabining qarshi. Hanafi mazhabida İmam Zufar va boshqa İmam Malik, Shafiy, Ahmadlar bu bir butun so'di chataq deydi. Batil so'di bo'ldi deydi. Mana Hanafi mazhabining alohidaligi. Mana musulmonning qilgan so'disi bekor olib ketmaydi, lafzi bekor olib ketmaydi. Da buning bir yaxshi muomala qilishlik bor. Husnul zanni bil muslimin. Va kaza idza qala khudha min thamanihima. Sen kitobda thamaniha deb qo'ygan bo'lish mumkin. Shuni thamanihima deb o'zgartirdim. Ma'ataga bayatınqdan bakrak hayron qolardilar. Shamsharba va kumushba shunama. Bu yerim pulni ba'das. Siz 20 tanga desak, 10 tanga berib, shamshar bilan kumushning puliga ma'na tuslar. Ikkining puliga ma'na tuslar dedi. Bu chora joiz bo'lmaydi deyish lozim. Chunki bawo al-fadlari bor. 5 tangani to'mitasak va qazasiga 5 tanga 10 tanganing qarshiligida ribo shakllanib qoldi deydi. Mushunda degan holda xudha min samanihima ikkilisning puliga, yani tumi va tasma va kaza bilan kumushning puli ikkilisga 10 tangani asla desimi yana to'g'ri tarafga to'lg'aymas. Lianna qasdu sihha. Chunki
Bu musulmon to'g'ri muomala qilmoqchi. Bu yerda maqsadi nima buningda? Xudha min ahadihima degan gap bor. Degan lafza uchoq. Min samanihima dedi. Biz buni min samani ahadihima demoqchi bo'laymiz. Ma'lumda rasmiy to'lg'ashmadi. Bu aniq. İkisining bahasini hisoblab osmonda desa, biz yo'q birisining bahasini hisoblab asla dedi deymiz. Çünkü mushunda ifodalashmo odatda bor demoqchi. Wa qad yuradu bil ithnayn ahaduhuma. İkkini tilga turib, birini maqsad qilish shariatda bor. Alloh taoloning shunda maqsad qilgan. Ka qawli taala yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan. Surat Rahman bu. Aş ayetning oldida marajal bahrayni yaltaqiyan. Birisi tatliq suv, birisi tuzliq shakrab suv. Ana bu lu'lu wal marjan chiqadigan qanday suvda? Shakrab suv. Bu daryodan tatliq suv ko'lchakdan lu'lu marjan chiqmaydi. Yakhruju min ahadima demakchi ma'noda dedi. Ya buning misollari ko'p. Mesela Musa alayhissalomning qissasida nasiya hutahuma degan unutib qolgan kimda? G'ulam Yusha ibn Nun shu unutib qoldi. Fa inni nasitul hut va ma ansani illa shayton dedi. Shuningga tablab qo'ygan Musa alayhissalom. Qachon chataqsa darhol menga degandir. Shunama? Fa inni nasitul hut. Undanki kim unutib qolgan? Al-G'ulam. Nasiya da Musa alayhissalom ishkilaylar unutdi deb menda iborasi lekin murod ahaduhuma. Yana masalan hadisda Malik ibn Hayris radhiyallohu anhu'ningki vaqaga ikkilangan unda xitob qildi deb hadis bor. Namoz vaqti kirsa fa'azzina azan to'langlar va aqima wal ya'ummukuma akbarukuma dedi. Azzina ikkilanlar azan to'langlar. Ikkilaylar ikki tarafda tang azan to'lmaydi. Birisi azan to'laydi. Shundandir. Bo'lmasa biz masalan shu 30 odam safarga chiqsak, 30 odam o'z oldimizga hammaga azon to'lamdi. Birisimiz, yani ikkalanga xitob qilyapti, lekin birisini azon to'lam demoqchi deydi. Yo, uning boshqa misollarimiz yo'qmi? Ya ma'sharal jinni wal ins, alam ya'tukum rusulun minkum. Lekin rusul kimdan kelgan? Insdan kelgan. Ha? Jinning payg'ambarlar bormi? Minkum, ya'ni miyada minal ins asli. Yani müşahede aşında mümkün kadar doğru tarafiga tatimiz dedi Nefimiz. Ve keda iniştarahu bi 20. Şundakla 20 tenge setib aldı. 10 naqdan ve 10 nasihatan. 10 tengeni naq, 10 tenge nesidab 20 setib aldı. Aşo kumush yaltılgan, kumush qundirilgan şemşerdi. Fan naqdu hissatul hilya. Ularning naqbaga 10 tengeni bizda deb tushunamiz. Aşo şemşerdagi kumushninki qarshilikqa deymiz. Shuning puli u naqimiz sadaq chiqdi. Jazoni oldiga, jazoni qilmaydi bu musulmon. To'g'ri ma'lum qildi, undan keyin buni to'g'ri talqinmoqchi bo'lsak, ma'vo ash kumushning puli deymiz. Shamsharda kumushning puli naqbog'ini. Lima taqaddam ashu hamlan li tasarrufihi ala as-sihha. Fa in iftaraqa la an qabdan bula hech nimani qo'lga topshira olmay ayrilib ketsa batalal bay'u fihima. Albatta o tüminin sodisi mi, kumushning sodisi mi her ikisi batıl bo'lib ketdi. In kanatil hilyatu la tatakhallasu illa bidararin. Ishkilisi bekor bo'lib ketdi deymiz. Qanday chaqda osh kumushni biz so'kab olsak, osh shamsharga daxlaydigan bo'lsa, sunkidigan masalan, shamshardagi bu kumushni chiqirimiz desak, ambu bilan chiqarammidik. Bazg'am bilan jang'imizni qo'ysak, kumush ajrab chiqdi, lekin shamshar ya sundi yoki mijilib ketdi. Bu chaqda as normal ayrilgan bo'lsa, biz kumushni ayritiblam, mash tumining sodisi to'g'ri bo'ldi deydi. Chunki tumiga nisbatan kumush olsa, naq bo'lmasin bo'ldi-ku. Lekin buni unda ayirib satqili bo'lmagandan keyin, bu chaqda pulisini topshirolmasa, joiz bo'lmaydi deymiz. Ya'ni tumining sodisimi, kumushning sodisimi bekor bo'lib ketdi deymiz. İlla bidaran kajiz'an fi saqfin. Biz kitobning bu yo'ning 5ida turistga bir jagini ya xani deyishiblam satsa, uni shundoq tatib olgan bo'lsa, turist tushib ketgan bo'lsa, joiz emas ekan. Ta'lil ko'rsatgan li'annahu bay'u ma la yumkinu taslimuhu illa bidarar. Wa in kanat tatakhallasu bighayri darar. Agar shundoq ajratiblam og'il bo'lgan bo'lsa, qilishga daxliyat tuzmay, jaza fi sayf. Tüminin sodisi to'g'ri bo'lardi. Chunki bu bir tovar, al-arud. Undan keyin buning pulisini naqbamay sodlasak bo'ldi. Ashuning sodislam joiz bo'ldi. Lekin kumushning sodisi joiz bo'lmadi. Va batala fil hilya.
Kattavqi fi unqil jariya. Xuddi masalan bir dedekning bo'ynida bir gulab qo'ygan deylar. Bir bo'yalliq qo'ygan. Kumush. Shunga o'xshashlar. Ya'ni buni masalan taqaq shaklda shunda qulublab silayotgan bo'lsa, buning hozir naq pul bamidi. Naq pul bami ayrilsa, batil bo'lib ketdi. Qachon? Oshini chiqarolmaydigan bo'lsa. Ash dedekki ziyon zahmat yetkazmay chiqarib bo'lmaydigan bo'lsa, so'damiz bekor. Agar shunda qiliblam ajrat qilib bo'lgan bo'lsa, dedekning so'disi to'g'ri bo'ladi. Dedekni nesi sotgan bo'ldi? Bu dedekka pulini kim birima mana tanga dedi, joy bo'ldi. Tovuq, kumush yo oltin bo'lsa, uning so'zi naqd bo'lmasa bo'lmaydi dedi. Yani buni Allah ajrat qilib olmaydigan bo'lsa, shuni buni bulqulan yo bozorlar bizda bo'lsa qadidek ulab qoldi. Chunki ayirib savdo qilib olmaydigan bo'ldi. Va qis ala hada jami'a amsalha. Mushunga o'xshash hamma turli narsani, masalan soatni oltin qo'ndirilgan soati bor, tapanchining oltin qo'ndirilgan tapanchili bor. Ashunday narsani oltinni ajratib berish ammaslar, uningda oltin miqdori bor, tümi miqdori bor, bunda bo'lish bo'lmaslik qarab, yuqoriqidek ashunday muomala qilamiz. Ma'lumda bergan bir misol mushu tariqa tatbiqlar demoqchi. Qo'ndirilgan narsalar faslniki ozgapga qarab sen tümürünün üstüne kondurulan olsa azot kapkasa tümürlük. Ya. Bu kondurulan narsa olsa ayrım narsa olup durdu. Lekin bir tenge olsa ya bir daçan, bir yamak olsa bunun persenti qarsak, bunu ya mis ya kümüşlü işte bu 50% ya onun da artık olsa andın. Cidastayımız da. Ma o bir narsa emas. Mesela kalem desek bu kalemninki ma uchi oltin yoki yana qisilgan nimasi bu oltin va boshqa narsalar tumi boshqa narsa bo'lishi mumkin. Soatning istirilkiri nimalari oltin jinas bo'lishi mumkin. Lekin hammasi unda bir-biriga aralashib ketgan, ayrılmaydigan shaklda emas. Ayrılmaydigan bo'lib qolsa, ma iskanda masalan shishi miqdori ko'p bo'lsa, shish deymiz. Plastik olsa, plastik ko'p bo'lsa, plastik deymiz. Mana bu ikki narsa hozir mana. Bir narsa emas. Bir narsa olsa persentga qaraydi. Qala va in ba'a ina'a fiddatin. Endi bir kumush qachi bor. Kumush qacha. Va shunga o'xshash unda ishlatilgan qo'shoq va kazalar. Ya'ni ulamoninki ijmoda oltin kumush qachida yeb issa, g'izolansa harom. Bu ayrim bir masala. Ishlatish harom buni. Yemek-ichmakda ishlatish. Ma'lumda ishlatmabdi bunimda uyda zibzinda shaklda tizib qo'yib qo'yilgan bir narsa ekan deyli. Kumush qacha, bu kumush qachini kumushga yoki oltinga sotdi deyli. O qit'atda nuqratin, nuqra degan bu kumushningki ertilgan uyul kumush. Ya mana sabika nokchi shakl bo'ldi yoki butun jumlaqlan bo'ldi yoki yambu deydi-ku, shunday shaklda bo'lishi mumkin. Uyul bir parça kumush bo'lib qolsa, oltin bo'lib qolsa, lekin bu yerda uyul bir narsa bo'lib qolsa, so'z mishada ortiqcha qistirilib qo'ygan bo'lishi cho'ng ehtimol. Men nimaga dal tushmaydim aka. Hali bir qacha deb turlar buni. Bir qacha kumushdan yasalgan. Buning savdosini qildik. Faqabada ba'da samani thumma iftaraqa. Mesela 10 sa kumush bormi shunda desak, 5 sa kumush badi. 5 sani bamida. Yani 20 bad deydi. Oyilib ketdi. Oyilib ketgandan keyin bu ikkilan ikki savdo qiluvchi osh qachida 50% dan shirk bo'lib ketadi. Shirkchilikka aylanib ketadi deydi. Fayakunu al-mushtari fihi biqadri ma naqada min al-thaman. Ay nech percent pulini bergan bo'lsa, naq shuncha %ga shirk bo'ldi. Yo'q, mishada hozir savdo nima deb iborat? Sarfdan iborat. Sarfning aslida 50% dan pulni berdi, 50% da sarf bo'ldi. Qolgan 50% da u sarf degan mulkiyat intiqol bo'lgan bir ahvol yo'q. 50% dan mulki uni o'tkazilgan bo'ldi, 50% asli egisi qoldi. Chunki bu naq berimiz qanday sarf bo'ldi? Ha? Yani %100 sarf ishi yo'q. 50% miqdorda sarf bo'ldi deymiz. Bundan 50%'ını bu kişi satın aldı, 50%'de asli egisinde tap kaldı. Bundan neticinin bolda bu işgelen şu kaçıdı şirk. وَلَا خِيَارَ لَهُ Yak bu 50% şirk olarak kalma. Birisiyle şirk olmayma bu kaçını. Hazır bu şirk olarak kaptı.
bir kaçın şirketler bir gün o uyda tizip aldığım, bir gün uyum tizip aldığım, bunda şu olsa man halamayım buna da kim yeni öleş, bunda şirkçilik olup kalsa, bunda olgun yeni olma dediğin ihtiyarlık yok dedi. Yani mesela soğuk kutup oldu. لأن العيب جاء من قبله حيث لم ينقض جميع الثمان. Yani bir adam şirkçilik nime sebepten kep kalgan? Ha işkeylen, soğulaşkan çağda pulunu nah hemmene bıraklan bir vertmeyen boğaçka, yerimini kaldırıp koygan boğaçka, aş işkeylenmen ya ki aş setva uçunun sahabının kelgen. Pulunu toluk çıkarmadı bu. Pulunu bergen miktarda doğru oldu deyimiz. Bəmegen doğru mu da? Bəmegen doğru mu olurken bəmegende sarf diyen solistlik bilası yok. Soda 50% lan vücut çıktı. Yani 50% vücut çıksa neticeden buldu. 50% bu adam yötkelgen buldu gidaçlık. 50% esligi kaldı. Çıkaylan şirk olup kaldı. Değişmesi mi? Muş kaçını alma deyip toluk pulunu alma 50%'ını birip kesse şirk olup kaldı. Ya. Ona işi çok kim burada? Şikayet şirkmez. Bir gün o oydu koyuyorlar, bir gün o oydu koyuyorlar. Ya bir ay o işletti, bir ay bu işletti. Ya satmakçı olsa, bazara çıkarıp pulunu tam ölüşemdi. Bu 50% nakdede 50% kimide bunu şirketlikte aynı kötü değil. Mesela bazen bir malda bir soğuk olsa, beyaz tuzulsa, hemiz tuzulda da. Ya bu tefrik safka. Bizim de la yecuzu tefrik safkal vahida diyen gap bu. Bu bir safkını hazır parçalattınız. Parçalatsa ziyan kelip çıktı, bulmaydı dediğin var. Ama nima uchun desa, mishada parchalatish nereden keldi? Shariatning qo'lidan keldi hozir bu. Sizlar o'zingizlar xohlab parchalatsanglar, o'chadi bo'lmaydi. Ha? Lekin shariat mishada ma 20 hesab emas deb parchalatdi. Parchalatguchi kim? Shariat emas. Shunga tafriq safqa degan gap yo'q. Çünkü şeriat nima shart qilgan? Pulini shu so'rinda naq hammani topshirib olsang durust bo'ldi degan. Undan keyin naq topshirib berish bo'lmagan ekan, shariat 20 hisob qildi, 20 xato bo'ldi deydi. Şirkçilik bo'lgan keyin shu qachonimizda shu mushtari yetkazma, bayan asli shirkatlarga qatnashadi. Yani setib oluvchiga ixtiyorlik yo'q. Bu xiyar nima deybar? Xiyarul ayb ma. Yok men to'liq ishlatadigan bir qachon olmoqchi edim. Bu birisidan shirk qilib qolsa, qanday qochib bu? Men qanday ishlatman deb ishlatadigan mushu narsada bir ayb bordek, yo'qmi? Yanima manidan. Bu bo'lmoqda diyemmaydi deydi. Yani xiyarul ayb yo'q. Yani shirkchilik ishi bo'lib qopdi, shu sababdan yanaman diyemmaydi. Agar boshqa ayb bo'lib qolsa, kaçınmasan cihazda şunda tüşök ya başka bir kaçılı olsa o xiyarul ayb bor. Lekin şirkçilikni ayb hisoblab turib yanılmaydi bana. Nima uchun? Bu şirkçilikka o'zida asli shariat pulni to'liq ba, naq ba deb tursa, 20ni berib 20ni bermagan ekan. Natija shunda bo'lmoqchi edi. Agar pulni to'liq bersa, shirk bo'lmaydi. Hozir o'sha ayb deb qargan, o'zi aybdigan ishni o'zi keltirib chiqadi. Ya sarf bo'ldi de şu. Sarf bo'ldi. Sarfda pulni naq bir shartda, siz nech pul berla? 20 ni berla. 20 da sarf bo'ldi deydi. 20 sarf bo'ldi. Natija sarf bo'lgandan keyin natijadan bo'ldi. Bu bir qacha 20 ni sotib oldi. Shirk bo'ldi shu natija. 2816 degan gap. 20 da qabul o'zi chiqdi. Kumush olib qolganlik. Agar bu istikan ya yog'och ya boshqa narsa bo'lsa, u chaqda u pulni naq bir shama, pulning bir qismi bor, bir qismi kim bas bo'ldi. Soda butun joyda bo'ldi. Hozir bu yerda sarf bo'ldi, lekin 50% bo'ldi. 20ni sarf qilib sotib oldi. Bu to'liq sotib olish o'zi xolimidi. 50% ham sotib oldi. Qachon yesam bo'lganda men buni shirk bo'lmayman. O qaçına ise şirk bo'lmayman degan adam pulni to'liq bersa, biroqlam satay, sizdan shirk qilib qolsam bo'lmaydi. Biz tanishlikdan tuqib qaçına degan. Unda demay 20 ning pulidan olganlikqa shirkchilikka rozi bo'ldim degan. Val ibratu fil uqud lil maani la lil alfaz vel mabani. Pulni to'liq olsa, ammo adam pulni yerini berib,
Dıpkıda ketip kaldı elimde. Tamam. Bunda asas sizlar kumush qachon nima ish qildilar? Çünkü o to'liq bermadi. İlib Shu neden biyat deb hadis aniq shart qo'ysa u ko'tarib kelsa gap qilma, qarab tursa bo'lmaydi. Oqidan shu chaplashib, jo'boda chaplashmasa, o'gizdan 8 tang saklaysa, iriq saklasa, qayerda dedi. Islomga ya biz jazoni bulaqamas uchun ashunda mubolag'a qilib degan. Bu irib kelsa gap qilmasa shirkka rozi bo'lganda, albatta shirk ishlasak mayli deb o'tagandek bir gap bo'ldi. لأن العيب جاء من قبله حيث لم ينقض جميع الثمن. Müşteri tarafından to'liq pulni berganlikdan u shirkchilikka rozi bo'lgandak, satqishimi yerim pulni olib qachon tutqizib qo'ygan ekan, u mu shirkchilikka rozi bo'lgandak bir ahvol bo'ldi. Bunda boshqa narsa isolga shariatda uchraydi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhen nebiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik dedi. Mesela asal yemayman. Bunga asal yesam harom degandek gapni qildi deydi. Yani halol narsani, mubah narsani harom qildimi? Lekin oshini nimda misolda qad faradallohu lakum tahallata aymanikum. Qasam misolda shu. Qasam misollab qasam kaffarati bas bo'ldi. قال فإن استحق بعض الإناء فإن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رد لأن الشركة عيب في الإناء. استحق degan so'zni biz nima degan to'q bisandı bama ilgisi chiqsa استحق بعض الإناء birse bir qachini satdi bizga. Ma qachini satma kumush qacha. Bunda isil sizib qo'ysiz bekar shu deb satdimi? Biz shuni to'liq ilgisi o'xshaydi deb pulni sanab berdik. Bo'lgandan keyin birisi yugurib keldi. Voy to'qsizlar, men shirikdim qachaga. Yerimi bilan ketdi. Hammasi bu odamning emas deb esloldim-a? Istuhaqqa oldu. Yani bunun 50%'ning boshqa yerdan bir egisi chiqib qoldi. Bir do'kon satdi desak, uning aksi yugurib keldi. Bu dadamning qolgan qachitdi. Meningmi nisibam bor meningda. Shirik biz. Yani bu istuhaqqa ba'dul inavasdan bo'lmoqchi. Bu mesela men nisibamni satmayman deyishi mumkin. Undan keyin adamning nisibasida so'di bo'lmadi hozir. Tap qolganda so'di bo'ldimi? 50% so'di bo'ldi. Tamam? Fa insha mishadamda al-mushtari bil xiyar deymiz. Setib oluvchining ixtiyorligi bor. Asli shiriksiz o'zim ishlatay deb olgan, keyin qarasa, mesela 20 tanga bergan bo'lsa, bu yo'qman 50% da mening ketdi deb keldimi? Kelsa, satqıchi olgan 10 tangani nimaga berdi? Shunama 20 tangaga setib oldi. Yerimi mening deb biz yugurib keldi. Yani 20 tangani bersa, yerimi mening ketdi desa, 20 tangani olgan do'konchi 10 tangani olib 10 tangani shirkka berdimi? Bersa yo'qman satmaydi deb 10 tangani qaytarib berdi. Neticede xaridorlar 50% iddachilikda adam shirk qilib qoldi. Bu ahvolda xaridor ixtiyorligi bor. Ya men shirk ishlatishni xohlamayman deb qolsa, undan 10 tangani, ma'noda 10 tangani pulini ketadi. Qolsa, insha akhadal baqi bi hissatihi qapqog'ini. İgi chiqqan qilsa 50% desa, qapqog'ini 50% ma, 50% lam. Yerim pulini berib olay deb 10 tangaga 50%'ni olsa bo'ldi. Va insha radda. Qolsa akla pulini bilan ketaverdi, yandirdi. Lianna sharikata aybun fil ina. Chunki bu qachida ikki odam shirk qilib qolishgan, bu qachidagi ayb. Yani shirk qilib qolsa qachida bu ayb bo'ldi. Shuna mishad deysa, fa in istahaqqa ba'dul ina'i qacha ba'da mashtaral kull deymiz. Hamma setib olgandan keyin 50% meningda buningda birisi egisi chiqib qolsa, qolsa sodi hisobda 50% pulisini qaytarib shirk bo'ladi. Qolsa hamma pulni qaytarib, alama qachanda tashlab turib ketadi. Çünkü qachida shirklik qilib qolsa ayb bo'ldi. Mesela qacha desak, buni 20 tangaga men setib oldim. Pulisini berdim sizga. Bergandan keyin qochmayam biz yugurib keldi. Men qacha 50% haqqim borman. Degan ekan, men qanday qilaman? Bu qachida shirk qilib qolsam, bu odam beyaram qilgan ish. Bo'ldi men olmaydi. Sizdan 20 tanga pulni qaytarib ketaman qolsam. Qalsam yerimi silmoqda bo'ladi. Unda olsa men yerimini anada olgan bo'lay. Siz yerimini satamlar qilarni. Undan satay desa, uni 10 tangani olib, menga berma.
Kaçın to'liq olib ketaman. Yo'q, men sotmayman, mening haqqim bu, dadamning qolgan bunda tavarruk qo'ydim deb qolsa, bu chaqda ixtiyorlik. Masalan, shirik ishlatishni xohlamayman deb qolsam, 20 tangani to'liq elib, sotini bekor qilib yerining sodisini, madamning yerim haqqini olmay, pulimni elib ketaman. Tushunish bo'lganda? Ya muşunda çıkıp kaldı işte bak. Siz mesela maşinini setip alırlar birisinden. Yani maşinini şerik mümkün olmaydı o. Mesela maşinini şerik mümkün olmaydı. Makul şerik desek bir jet o işletti. Ya bir ay işletti, bir ay, bir gün o, bir gün bu. Lakin şerik bulmaydı dep kalsa siz bir maşinini setip alırlar. Setip algandan satkıçının yatak dışı bir ağınız kelip lan çıkaylan ağam bu maşinini tam pul çıkarıp dep durasındaylar. Kalsılar, yerimini verip gittiler. Jigimini elip gitamlar, yandıralamlar. Yani aş jigimini işkan bölüşüyorlar. Bölüşüyorlar takdirde, birisi nesiyesini sizi satkantı, satkıcı. Lekin ben satmayma maşinin lazım bana dep kalsıyor. Maşinini şerik olap kallar. Halimisiler, boldu bu sodan kılmayma dep ekle. Jigimini köyünde bulan ölüp gittiğin gibi. Bu daha köp işlere kalma. Yani bir yerde şirikçilik eyip dedişim kaçırışın ama ayada o şirik olap kalışına eyip hesabılamagan. Nemi şöyle o özünün razı kılan, özü halap kıygaçtı. Miyada özü halamagan iş olap kaldı. Şu miyada okşumaydı. وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْقِطْعَةِ أَخَذَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ Badıl kıta degan şu nokça, altın, nokça, kumuş degandek bir parça uyulayında bir narsa bo'lib qolsa, bunun sodasini qildi. Mesela mava 1 kilo nokça altın. Sodasini qilib bo'ldik. Pulusini to'lab bo'ldik. To'lab bulab shunda so'ngkisi mangay deb turgan chaqda, buning yerimi mening haqqimda. Yerim mening altınında birisi chiqdi. İki çıktı. Akhadal baqi bi hissatihi ve la khiyara lahu. لأن التشخيص لا يدر القطع. Ondan bu qanday qildi? Ya hammini alma ya hammisi qapqason ya u demedi. 50%ni elib ketdi bu. Qachidan farq shu. Qachini o'ttirdan 2 qilib olsak, ishlar qilib olmada bo'lmaydi. Lekin manda bir parcha nokcha oltin bu. Şunlar biz qanday qilamiz? Yog'ochning qalami bor, qalamni qo'yib, o'ttirib qo'yiblam, so'sak yerimini o'ttirdan 2 parcha qilsak, yerimdilla. Yerimini ko'tarib ketsa, 11 nokcha oltin. 11 nokcha oltin deb qoldi. Bu onda bu parchalansa ishlatilmaydi degan ish yo'q. Chataq yo'q dedi. Wala xiyaralahu, ixtiyorlik yo'q. Yani xalsam hammani olaman, xalsam yerimini olay deb buni tanlaydigan nima yo'q. Li'anna tashqisa, chunki bu yerda yerimida palanın nasibisi battı deyiş, teşkilsin şıks degan nasib demek. Yerimida palanın hakkı battı, yeriminin deyiş, la yadurul qıta. Bu nokça altında hiç qanday ziyonlik ish emas. Falam takun şirkatu fiha ayban. Şuna bunun şirk olib qolsa ayb emas. Ama şirk olib qolsa bu altın bunda tursa bunun şirk olib qolsa bo'lmaydi. Sizlar bag'lib qolsa bo'lmaydi. Qanday qildi? O'ttirdan kesib bilan bir parcha olib ketdi, chataq yo'q. Agar shu aning basini chiqsa, qo'lini hammasi yevoldi degan. Mushinanki ma 50% mening dedim ha. Mening degani o'sha odamning o. Ha? Ma haqqini olib qo'ygandan keyin qapqog'ini, ma qismini pulini to'lab oldi deydi. Yandırma diyemeydi. Yok masada yandırıtma, şirk asam olmayı diyemeydi. Kaçıda şirk asam yandırıtma diyecekti. Çünkü kaçına şirk işletsek avarçılar. Yani onu kesildirsek teşhis olmaydı. Lakin mağda bu avarçılık yok. Yani bunun şirkçilik mi eybi var. Oturun kesip kessek mesele olur. Altın gümüşte onda kıymetli yok. Aşağı gramlarla mı yapıyordu? Altının yerini kesildi bile mi yapıyordu? Benim işlerin şeylerini bilmek, mesela şeylerimizin adını ama şu altın hepsini Müslüman şöyle de bulan Azerbaycan'da var. Ata belki bir yerinin teyzesi bunu ayrı versen o özünün nesibisini satayılsa ayrım pulurla manada edip bana birlaşıyor. Ketidi, yak satmayman deb turasyo. O'tirdan kesib bilan yerimni qoldi, yerimni ma'lum ketaman. Pulimni yerimni qaytarib olaman. Undan keyin bu nokcha oltinda, nokcha kumushda shirkchilik
ayb bo'lmagan ekan, bu yerda ixtiyorlik degan narsa yo'q. İxtiyorlik degan nima bo'ldi? Ayb bo'lsa bo'ldi. Xiyaril ayb degan ayb bo'lsa bo'ldi. Ayb yo'q, yerini kesib o'tkazib bo'ldi. قال ويجوز البيع بالفلوس لأنها معلومة. Fulus ne biz? Mes ve tümü tuç aşında maddıldan tengi şekilde daçan, yamak ve keza şekilde sokulgan pul deb işletilgan narsalar. Endi hozir qog'oz pulmi shu fulusim. Mana Misr bu fulus deydi o. Hozir fulus. Oltin kumushdan boshqa qog'oz pulni fulus deydi. Dal tushdi. Bil fulus mushu fulusga qog'oz bo'lsin, tanga pul bo'lsin, jamiyatda aqadigan bo'lsa demakchi. Al fulus yani o'sha fulusun nafiqa, ar-raija deymiz. Jamiyat ishlaydigan pul bo'lsa, shuningga bir narsasi bo'ldi. Li'annaha ma'luma. Chunki bu aniq ma'lum bir pul. Bunun pulluğu nereden kelgan? Kişiler ittifaqlashib, mushuni pul qilib xajlaymiz. Ma'nun manchilikka mesela 10 TL bir koydan ma qog'oz 10 koyga tang deb istiloh qilish bilan kelgan. Undan keyin buni bilan savdo qilib qilsa, savdo bo'ladi. Ashuning manch puli, ya'ni fulusdan, mushtangi puldan 10 tal gadini ba degil bo'ldi. Xuddi dirham va dinarga o'xshash. Bunu tayin qilsangiz muayyanlashib ketmaydi. Al-athman la tatayyan bit-tayin deb nima? Pul bo'lganki la tatayyan bit-tayin bo'ldi. Fa in kanat kasidatan ayyanaha. Agar bu pul jamiyatda oqmaydigan bo'lib qolsa, bu chaqda buni muayyanlashtirib qo'yish lozim. Yani al-urud tatayyan bit-tayin dediq-ku. Al-urud tatayyan vel athman la tatayyan. Undan keyin bu kasida, yani kasid deganimiz mesela bir koylik bir tengi var o. Bu akmaydıgan bolsa burunqi 30 yıl ilgiriki bir punluk, 5 punluk tengi var. Hazır akmaydı. Bu aşının eğirliğinde bir tümimo ya alyumimo nin bolsa şu nasıl ibaret. Bunun başka kıymeti yok. Li'annaha urud mana. Çünkü bu tovardan ibaret. Ondan keyin biz akmaydıgan şu 5 moçanlik ya 5 punluk aşı burun aqqanligi hazır akmaydıganlarga biz narsa setib olmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Mushu tangiga ma qalamni beramlar deb muayyanlashtirib so'rashgan. Ha, o chaqda uning shu tangidagi maqsad nima bo'ldi? Pul qimmat emas, undagi alyuminium mis miqdori yoki endi xotira bir narsaga aylangan bo'lsa, xotira qimmati bo'lishi mumkin. Bundan keyin aqmaydigan sas bo'lmaydi. Agar setib qolsa qanday qildi? Men mushuninga deb bekitdi. Ama manch pullari menda bor deb menda qilsa bo'lmaydi. Va in kana nafiqatan lam yu'ayyinha. Yani nafiqa olsa, bazada aqdigan pul olsa, uni muayyanlashtirmaydi. Chunki al-athman la tata'ayyanu bit-ta'yin. Li'annaha min al-athman kaz-zahabi wal-fidda. Bu aniq. Biz buni ta'kidlab o'tdik. Fa in ba'a biha thumma kasadat. Hamda bazada aqdigan bir pulga satdi. Satgandan keyin thumma kasadat. U o'tmas bo'lib qoldi. Mesela Iroq Kuveytga bostirib chigan chaqda Kuveytni bo'lganidan Kuveytning dinari qog'ozga aylandi. Ha, ba'zi bunniki yana qolishi mumkin deganlar uni 10% qimmatida, 20% qimmatida sotib oldi. Lekin normal qog'ozga aylandi. Mesela Rossiyaning rublida paxallashib ketgan chaqda koni pulni qilgan xalqlar zadval qilib pulda. Aqmaydigan qog'ozga aylandi. Oshunda bo'lib qolsa, masalan, ba'a biha thumma kasadat. 10 tengiga biramlar deb, 10 dachangi biramlar dedi. Ma'qul dedim ha. Al-ijab va qabul bo'ldi. Bo'lganidan pulni birdigan chaqda, chunki pulni kechiktirib bo'ldi dedik biz. Ha, bir oydan keyin, bir oy desa u davlat yig'ilib, u tengi pul boshqa pulga o'zgarib ketdi. Batal al-bay'u khilafan lahuma. Imom Abu Hanifa rahmatullohning nazarida bu bay' fasid bo'lib ketdi yoki batil bo'lib ketdi. G'oliban o'shada fasid bo'lib ketdi demakchi. Fasid bo'lib ketdi. Endi bu ikkilaningki dalil nima? Ikkilaning dalili khilafan lahuma, ya'ni bu fasid bo'lib ketmaydi. Savdo to'g'ri bo'laverdi deydi ikkilan, ha? Li'anna al-bay'a sahha. Chunki o'shada manch tengiga mani biramlar dedi, u pul aqilgan pulda shu chaqda savdo to'g'ri bo'lgan. Fala yafsudu li ta'azzur at-taslim bil kasad. Undan keyin bu yerda pulni topshirish qiyinlashib ketgan, mumkin bo'lmay qilishi bilan
Yani bu kasatçılık bilan pul aqmaydigan bo'lib, pulni topshirib berishi ta'sir bo'lishi bilan fasid bo'lib ketmaydi. Uni beramasa, uning o'rnini turadigan qimmatini birdi demakchi. Kama idashtara bi shay'in min al-fawakih wa inqata'a. Masalan, birisi bir narsani 5 kilo urikka sotib olibdi. Shu soatni menga satamlar 5 kilo urikka debdi. Ma'qulda 5 kilo urik sotibmi? Satgandan keyin 5 kilo urikni kim bermadi desa ma'quldaydi. Keyin u urikni berib qo'yguncha urikning vaqti chiqib bo'ldi. Urik degan narsa bozorda yo'q, birinchi oy kelib qoldi deydi. Qanday qildi? Buning qimmatini bas oldi. 5 kilo urik shu chaqlarda nech pul bo'ldi? Manch bo'ls. 5 kilo 5 ko'ydan 25 ko'y oldi. 25 ko'yni bas bo'ldi. Yoki urik pishqish saqlaydi. 5-oyning oxirida urik pishsa, urikdan 5 kilo bas bo'ldi. Ya'ni bu sahiban mushu muomala to'g'ri davomlashtirili bo'ldi. To'g'ri boshlangan, oxirini to'g'ri chiqarili bo'ldi deydi. G'ayra anna Abu Yusuf, lekin Abu Yusuf rahmatullohi alayhi yujibuha yawmal bay'. Satgan kundagi qimmat hisoblaymiz deydi. So'd bo'lgan chaqda 1 kilo urik nech pulda? 5 ko'y desa 25 ko'y. Lianna thamana madmunun bihi. Chunki ashuning puli shu chaqda gadanga otilgan. Va Muhammadun yawmal kasab. Muhammad rahmatullohi alayhi ash pul aqmas bo'lib qolgan chaq qachon? Shu chaqda undan urikning bahosiga qaraymiz deydi. Lianna indahu tantaqilu ila al-qima. Chunki shu chaqda ashu pul aqmas bo'lib qolgan kunda undan bu tovarning bahosi fulus tangi puldan nimaga o'tkildi? Qimmatiga o'tkildi. Yani yawmul kasat shu pul aqmas bo'lib qolgan chaqda ash urikning bahosiga qaraymiz. 1 kilo urik nech pul? 6 ko'y desak, 30 ko'y olamda 30 ko'y bekitimiz. Abu Yusuf yo'q 5 ko'y deb 1 kilo urik 25 ko'y bekitimiz dedi. Yani bir mazhabın bazı kitaplarda Abu Yusuf'ninkine aleyhil fatva deydi. Bazı kitaplarda Muhammed'ninkine aleyhil fatva deydi. Yani fatva verişte ulamalar bunu tallab bakılmış onu. Lekin Abu Hanife rahmetullahi aleyhinki sallamarakan bunu tallamagan. Çünkü Hanefi mazhabının qaidasının bo'lgan, yani tasihil aqli mümkün kadar tasih qilinmaz degan qoida bo'yicha. ولأبي حنيفة أن ثمانية الفلوس بالاصطلاح أبو حنيفة رحمة الله عليه الجرمو برقتهم شنو ده مش تنگ pullarning yamaq dachalarninki pul ekanligi buni pul deb ishlatiladi deb ittifoqlash orqali bo'lgan. Fayahlaku bil kasad. Shundan buningki pullik sufti yo'qolib ketib, kasatlashib ketsa o'tmaydigan. Yani kasad degan şey o'tmaslik. O'tmas bo'lib qolsa, buning pulligi halok bo'lib yo'qolib ketdi. فَبَقِيَ الْمَبِيعُ بِلَا ثَمَنٍ. Neticede bu tovar pulsizlam qapqalandak bo'ldi. فَيَبْطُلُ. Şundan batıl bo'lib ketdi. فَيُرَدُّ الْمَبِيعُ. Neticede Abu Hanife'nin qarşısında qanday oldu desa, ay satgan narsani qaytarib berdi. Yoki uning qimmatini qaytarib berdi. U narsa ishlatilib bo'lgan bo'lsa deydi. Bu aniq bo'ldi. Abu Hanife'nin nasibini nasıl dollar Abu Hanife ve sahibenin nazarda aqıdığanlar bo'lsa, tuyanchib kesimi aqıdığanlar bo'lsa, o çağda şu üzni birdi. Lekin cemiyette aqmaydigan bo'lib qolsa degan kasadi. Faqat o'tmas bo'lib qolsa. Qala va man a'ta sayrafiyan dirhaman. Sayrafi ash pulning jajanligini ayıradigan kishi. Yani bu sarrafqa deydi. Sarrafqa bir tengini berdi. Berib vaqala a'tini bihi fulusan. Mushu bir tangiga menga dachan yamaq ashunda tumi pullardan pishga va nisfan illa habbatan. Yana yerim tanga, lekin yerim tangiga bir habba kamlaydi dedi. Ashunda tangi bergan deb qolsa, jaiz bo'ldi. Endi habba degan aslida bu fiqhda va musulmon jamiyatlarda ishlatilib kelgan ig'irlik vazni. Bu ba'zida buğday ig'irligi, buğdayning bir tal, ba'zi qichining ig'irligi shunday hisoblanadi. Ya'ni bu bir tilla desak, ya bir tangidek 100dan biri degan gap. 100dan 1. Masalan, bir tilla 4 gram 125 milligram. Shunama buningki bir habbisi 0.025 qanda 15 bo'ladi. Endi dirham 3'te 15 desak
ya ba'zida 2'de 90 deyishim mumkin. Bunda da qilsak 0.0315 aşı ağırlığımda. Yani bununki bu habbada bunda tutamı yok, ağırlık emas. Bunun iniq bir ağırlık miqdarı var narsa. Bundan bir sarraf kelib, bir tengini berib, bunday deydi. Manınğa bir habba kam yarım tanga va qog'iniga nisf dacham basla dedi. Bunda deb qolsa joiz bo'ldi dedi. Va yusrafu nisfu illa habba, an-nisfu illa habba degan. Bir habba kam yarım tanga degan so'zi naga hamla qilindi? Ila mithli min ad-dirham. Aşı qanchalikka udil kelsa, tangidan shunchalik bas dinga. Masalan, an-nisfu illa habba desak, masalan, 0.15 dedik. Tamam? Nisf habba desa, 15 ni qilsak, ne chiqdi? Birda 65 mana. Masalan, bunda desak, mush ikkisini qassak, chiqqan narsa birda masalan 600 necha chiqqanda, musho nima? An-nisfu illa habba. Demak, mush ig'irliqda kichikroq bir tang beramdi. Yoki aşı ig'irliqda kumushni misqallab beramdi. Ani bir badima, undan boshqasiga undan yamoq dachandan 100 sanab beramdi, 200 sanab beramdi bunda sanab. Şanolma. Mesela $100 verip 49 dolar paç pul lazım mı? 49 dolarını özlü basla 51 dolarga yen paçlap basla degan gibi o'xshash. Ve yusrafun nisfilla habba 49 gina 49 dolar öz şu. Ha? Bir habba kam yerimi deganni, shu bir habba kam yerimi qancha gram udur kelsa, shuncha gramlik bir kichik tang beramdi. Ya kumushni misqallab beramdi, uni bervatsa mislan bemisl bo'ldi. Chataq yo'q. Wal baqi ila al-fulus. Tabqa mesela 51 dolar desak, bu 51 dolardan nimaga tegishgan bo'lmas? Ashunga udullab jinay pul ya yenrasa bo'ldi, yoki tangi pul vasi bo'ldi. Tashihan li tasarrufima. Ashkaylarning mushqiga ishini to'g'ri tarafiga tortish uchun, to'g'ri chiqarish uchun shunday qilamiz. Ya bo'lmasa, buni bunda qarab, yo'q bu jazoni shakllanib qoldi. Yo'q buni bir butun muomala qilamiz, hamma tang chachimiz, mushuni chataq chiqdi deb Zufar va Immat Thalatha buni joiz emas deyish mumkin. Ya'ni bu mazhabda buni joiz deymiz dedi. Vaqat taqaddama jinsuhu va buning misollari ilgari o'tib ketdi dedi. Mushu hilyat sayf nima? Qabd qadr al-hilya qabla al-iftiraq degan masalalarda o'tdi. Bey bil fulus lianna ma'luma. Tamam? Yani bu qimmat aniq bir pul. Bunun pulliqi nereden kelgan? Bu tutishib, mushu pul deb ishlatamiz. Mush qog'oz bo'lsa 100 koy, ma'o 50 koy deb ayında tutishgan bo'lg'achqa, bu dollar va oltin kumushga o'xshashdi. Bu hamda al-fidda bil fidda yedan biya deganda 49% da yedan biya bo'ldi, al-fidda bil fidda bo'ldi. Endi nima decho 51% da fidda bil fulus. Dollar ma'al yen. Bunda onki idza ikhtalafat al-asnaf tabi'u kayfish. Undan bu 51% ga hangidin 150 gramda, 200 gramda qanchasi bo'lsa o miqdori muhim emas. Allohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.